Diqqat aholiga, tezkor xabar. O'zbekistonda narx-navo haqida hozirgina yana bir yangilik e'lon qilindi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda dollar kursi yana 12 ming so'mdan pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning 3 avgustda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 46,21 so'mga pastlab, 1 dollar 11.960 so'm bo'ldi. Yevro esa 3,95 so'mga oshib, 13.761 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 0,02 so'mga tushib, 1 rubl 150,42 so'mni tashkil qildi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.